Boshning pastki qismiga gubka o'rnatamiz. Tepada ob'yom uchun qoldirilgan sochlarimizni birin-ketin nachos qilib, ryobushkalar chiqarib gubkaga o'rnatib olamiz. Xvostdan chiqqan sochlarni birma-bir barmoqlarimiz bilan ryobushka chiqarib, shpilka yordamida aylantirib gubkaga qotirib qo'yamiz. Eng asosiy cho'lka qismiga keldi. Burunni oldidan bo'lib olamiz, ildiziga nachos qilamiz. Barmoqlarimiz bilan pastga tushirib, bu cho'lkamizni quloq yoni bo'lingan joyga shpilka yordamida o'rnatib olamiz. Pastki qismini ikkiga bo'lib olganimizda, birinchi qismni barmoqlarim bilan pastga tushirib, ryobushka chiqarib, shpilkani pastdan o'rnatib, aylantirib qotirib olaman. Uchinchi sochimizda eng tagidagi soch lak sepamiz, tozalaymiz. Barmoqlarimiz bilan pastga tushiramiz. Shpilka yordamida burab o'rnatib olamiz. Qolgan sochlarni pastdagi puchukka qo'shib yoramiz. 10-aprel kuni yangi soch turmaklari o'quv kursini boshlanmoqda. Prichoska yo'nalishida qiynalayotgan stilistlarni, malaka oshirmoqchi bo'lgan stilistlarni 10-apreldagi kursimda kutib qolaman.